Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Qudrat Uz kanalining obunachilari, chorvadorlar, ona bola sigir ishqibozlar, bo'g'oz ishqibozlar. Bugungi videomiz Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani Zarkan chorva bozorida ona bolaliklardan va bo'g'ozlardan video syomkalarimizni boshlaganmiz. Bugungi cheklarimiz 2025-yil 14-oktyabr hafta kuniga seshanba, haftaning ikkinchi kuni har seshanba bozorimiz bo'lib o'tadi. Bu joy manzil lokatsiyasi Telegram Qudrat Uz kanalida bo'ladi. Bemalol Qudrat Uz kanalidan lokatsiyani olib bozorimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Asosan bu bozorimizga Qirg'iziston paroda mollarimiz chiqadi. Buqalarni yoritganmiz inshaalloh. Qirg'iziston paroda bo'ladi. Asosan hozir boshlanishga inshaalloh boshladik. Mana shu bo'g'ozdan, mana shu olab paroda bo'g'ozdan boshladik. Puli qancha bo'ldi? Buniki 1,5 Bunisinikicha? Rossiyskiy kana bunisi. Mana qora ola rossiyskiy, mana 31,5 million so'm savdosi bo'lyapti. 8 oylik bo'g'oz ekan bunisi. 8 oydan o'tgan ekan. Shved bu mesni paroda. Lekin mol sifati yaxshi ekan. Mana rossiyskiy paroda, ligi krasniy и черный пёстра degani bor-ku, mana shu o'sha bo'ladi. Mol gavdasi 130-40 ham kelaveradi-yu. Prosta birinchisiga bo'g'oz ekan mo'ljalda bu. Nomerlari ham yo'q, egalari ham bilmaydi, narxini ham bilmaydi. Keyingisiga ko'ramiz. Bolasi buqa, mesni paroda molimiz. Usti nechta buni? 10 ta. 10 litr usti bor. Bolasi buqa, bola necha oylik? Bola 1 oylik bo'lmadi. Hali 1 oy bo'lmadi. 10 litr. Birinchi bolami bu? Birinchi bola ekan, 10 litr usti bor, bolasi buqa. Savdosi qancha bo'ldi? Savdosi 34,5 bo'ladi. 34,5 million, 34 million 500 ming so'm savdosi bo'ldi ekan. 2 kurak ekan, bolasi buqa birinchisiga. Xo'p, tushovlar yo'qmi? Yo'q, tushov o'ngchap, tushov yo'q. Yana qaysi biri sizlarda? Yo'q, bittasi sherigi bor, sotdik. Sotdik uni. Nomer ayting. Pastani bo'ladimi yo shuni o'zimi? Pastani bo'ladi, aka. Ayting nomeri. 99lik. 99lik. 461 461 15 adres qayerda? Yangiqo'rg'onda bo'g'oz, enovola. Bo'ldi aka. Bo'g'oz enavolaga telefon qilaverar ekansiz. Molni tushovlari yo'q deyishyapti. Qanchaga bo'lyapti savdosi? Bo'g'ozmi? Bo'g'ozmi? Qanchaga bo'ldi savdosi? 22 million so'mga sotildi hozir. Qirg'iziston paroda bo'g'ozimiz 22 million so'mga, shved. Necha oylik bo'g'oz edi bu? 22 million so'm. 4 oylik. 4 oylik bo'g'oz ekan. Barakasi bersin, 22 million, lekin chiroyli ekan. Rangilar. Endi keyingi mana bo'g'ozlarni ko'rib chiqamiz. Mana bu bo'g'ozlar bor. Bularni ko'rib chiqamiz bitta-chekkadan. Eng o'rog'i shu ekan bo'g'ozlar ichida. Qolgan hammasi semizam ekan, pashta bo'ladi. Sifati ham a'lo darajada. Sifatlari ham bo'g'ozni. Buni bolasi bormi yo qisirmi? Bo'g'oz 3 oydan o'tgan. 3 oydan o'tgan. Qancha bo'ldi buni savdosi? Qirg'iziston parodanmi bu? Yo'q, qishloq. Bu o'zimiz mesni paroda. Lekin mol uzun ekan, nariga qaraganda. Bunaqasiga uzun mol. O'zimiz mesni paroda 3 oylik bo'g'oz. Qancha qildi savdosi? 29-28 qo'yadi. 28 million savdosi bo'lyapti, 29 bo'lsa beriladi. Molni bo'yi 1.40 atrofida chiqib qoladi. Xo'p, keyingisicha mana bo'g'oz. Bu ham 29 bo'ladi. Bo'lar 29 million. Bu ikkinchi tug'ishimi? Ha. Ikkinchi tug'ish. Meniki nechinchi tug'ish? Bu ham ikkinchisi. Bu ham 2, 6 kurakda. Hop, 29 million. Bu necha oylik bo'ldi? 7 oydan o'tgan. 7 oydan o'tgan. Qirg'iziston paroda shved. Mana 3-qo'rin aka, 8 kurak. Buni puli necha pul? 30 million bo'ladi. Oxiri 30 million so'm aka, oxiri Qirg'iziston paroda. Buni bo'ylari 1.35 pilis kelaveradi. 1.35 ham pashta. Bu 3-qo'rin ekan bu. Bunisicha? Bu ham 3-chi tug'ishi, bu ham 30 bo'ladi. 3-chisiga 3-qo'rnida, 3-chisi. 3-chi tug'ish. 3-chisi qo'rnida Qirg'iziston paroda. Bu ham 30 million so'm ekan. Bular o'shanda necha oydangi bo'g'iz? 7 oydan o'tgan. 7 oydan. Manisicha? 8 oydan o'tgan. Bu 8 oyda o'tgan. Pulichi buni? Puli 28,5 bo'ladi. Bo'lar 28,5 million. Hop, shungacha sizdanmi yo mana ham sizniki? U bizdan bor. Sizdagi bu emas. Nomer ayting qiziqqanlarga. Bu necha pul? Necha pul bo'ldi savdosi buni? 24 qilyapti, 25 bo'ladi. 24 million so'm savdosi bo'lyapti. 25 millionga beriladi. Necha oylik bu? 7 oydan o'tgan. 7 oydan o'tgan. Hammasi Qirg'iziston paroda. Bitta manundan tashqari. Qolgani Qirg'iziston paroda. 24 million so'm savdosi bo'lgan ekan, 25 millionga beriladi. O'tgan hafta telefon qilishdimi? Nomer qoldirgandim. Qilishdi. Sotdingizmi? 16 ta sotdik.
16 ta barakasini bersin. Telefon qilganda Qudrat o'zidan chiqdi deyish esdan chiqmaysa. Xo'p, nomer ayting. 94 94lik 307 307 77 00. 7700. Adres qayda? Birlashganda. Yangi Qo'rg'on tumani birlashganda ekan. Endi keyingisiga ko'ramiz. Savdosi bo'layotgan bolasi xunajin ekan. Boshda bolasini bo'ylari ham 1.15, 1.10 ga pilis chiqaveradi. Savdosi qancha bo'ldi buni? 42 million. Bo'g'ozmi o'zi? Necha oylik bo'g'oz? 5 oylik bo'g'oz 42 million so'm savdosi bo'lgan. Bola Mesni onasi Qirg'iziston paroda bo'lishi kerak. Bolamiz ham ozg'irroq, yeb turishda, Alloh xolasi semirib ketadi va qishga bir joy kiradi. 42 million so'm savdosi bo'lgan. Bunisinikicha? 30 million. 30 million? 30 million so'm savdosi bo'libdi Qirg'iziston paroda. Necha oylik bu? 15 kun tug'adi. 15 kun erib bersa 30 million so'm savdosi bo'libdi bunisi. Rahmat, charchaman. Endi keyingisi. Qanchaga ketdi bu aka? Jupa 67 million so'm. Qirg'iziston paroda jupa 67 million so'm. Lekin birinchisidagi zo'r ekan chiqib ketgan. Hop, endi keyingisidan ko'ramiz. Ona bola Qirg'iziston paroda, bolasi buqa ekan. Bolasini bo'ylari ham 1.10 ga pilis kelaveradi. Savdosi qancha bo'ldi buni aka? 41,5. Jupaga 41,5 million so'm savdosi bo'libdi. Bolasi buqa. Qirg'iziston paroda onasi, bolasi shved. Ona bola shved. Suti nechta buni? 12 ta suti bor. Tushovlari yo'q. Tushov yo'q. Mol tulab chiroyli rangda turibdi. Endi qishga kelib yana juni bo'sna o'sadi bo'shidan. Bu 4-chi bo'lami? Ha, 4-chi bola. Bo'g'oz emas lekin. Birorta bo'lgan qo'ygan. Qo'yganingizda birov bo'lgan, lekin aniq emas. Bo'ldi, nomer ayting. Pastani bo'ladimi? Ha. Ayting nomeri. 93lik 710 08 78. Adres qayda? Iskotda ekan. Yangi Qo'rg'on Iskotda. Telefon qilaverasizlar, Xudo xohlasa. Endi keyingisini ko'ramiz. Qorni katta, Qirg'iziston paroda. Savdosi qancha bo'ldi aka buni xormani? 48 million. 48 million so'm savdosi bo'libdi ekan. Suti ham bor bular. Mol o'zi ham semiz nisbatan. Bolasi buqa, shivat. Bu promoy ag'dan o'tgan ekan. Bola ham bu yerda tug'ilmagan. 48 million so'm savdosi bo'libdi. Bolasi buqa 1 metr avvalda kelib qoladi. Suti nechta buni? 20 litr suti bor. 48 million so'm 20 litr suti bor. Tushovli yo'q. Nomer qo'yib ketamizmi? Pastianli bo'ladimi? Ayting nomeri. 93lik 443 232. Adres qayda? Yangi Qo'rg'on Begovotidan. Keyingisini ko'ramiz. Suti borlardan. Savdosi qancha bo'ldi buni? Ozgina kam. Qancha kam? Ayting, bizga birini aytsangiz, oladigan qo'shib olaveradi. Qirg'iz ustida savdo bo'ldimi? Yo'q. Yo'q, bo'lgan narxini ayting, unga qarab aytamiz-da, aka. Jecha kam 40 bo'libdi ekan, narxini aytmaydilar. Suti nechta? 12 litr suti bor. Bola buqami? Xunajin ekan, bolasi xunajin. Necha kunlik bola? 2 haftalik. O'ziga o'xshagan rangida, shved bu ham. Qirg'iziston paroda. Bola 2 haftalik bo'libdi. Ozgina kam 40 million so'm savdosi bo'libdi ekan. Berishmagan variantlar. Endi keyingisini ko'ramiz. Mana kimdan? Sizdan bu ham? Bolasi shved, onasi ham shved, lekin chiroyli narsa ekan. Qarang, tumshug'i ham o'qta bolasini. Sifati bor. Bo'lsa 2 oylik bo'lgan shiniki ham. Hozir buni bitta bilamiz narxlarini. Aka, bu sizlardanmi? Mol chiroyli ekan, suti ham borda buni. Endi keyingilarini ko'ramiz. Orqa tarafdamiz biz. Chekka taraflar. Shuni yalagan aka. Bolasi buqa qancha bo'ldi savdosi? Manniki. Nima? Ola paroda qaysiniki olasiz? Buni erginiki, ha? Mannikimi? Qancha bo'ldi puli buni? Har xil bo'ladi. Eng baland. 38 bo'ladi yana bu. 38 million so'm yana bola. Mol sal o'roqroq, lekin bolasi bor ekan. Bolasini bo'ylari 1.15 atrofida chiqib qoladi. O oradagi 38 million so'm savdosi bo'lyapti. Qirg'iziston paroda bu. Bolasi buqa bu, yotibdi. Qirg'iziston paroda ona bola. Baxa belgi bu ag'i kim? Qirg'izistonda Baxadagi odammi kim u? Gapash, belgidan ham bilib olsa bo'laradigan bo'lib qolibdi endi. Quloqda birka Baxa deb qo'yilibdi. Qirg'izistondagi Baxa ekan. Nima, Baxaga jo'natib qo'yasizlar Qirg'izistondagi. Qancha bo'ldi pul aka buni? 38 million bo'ladi ona bola. Ona bola 38 million so'm. Bolasini bo'ylari 1.15 ga pilisa, sutichi? Suti bor 5 oylik. Bo'g'oz emas. 6
6 oylik bo'g'oz 38 million so'm. 6 oylik bo'g'oz, bolasi onasi bilan teppa-teng pashti bo'ylari. Rahmat, charchama. Xo'p, endi keyingisini ko'ramiz. Savdosi qancha bo'ldi aka buni? Ona bo'y, jupini. 270 million so'm. Necha oydangi bo'g'oz bo'ladi? 5 oylik 8 oylik. Va bular 3-damgami? Tug'ishi. Ikkovi ham 6 kirak, ikkinchisi 3-siga tug'ar ekan demak. Hop, ikkovi 70 million so'm savdosi bo'lyapti. Bo'ylar 1.35 dan keladi. 6 oylik, 5 oylik ekan. Shunaqa ekan bo'g'ozligi. Jupiga 70 million. Qaysi biri hoji aka, qaysi biri? Manami? Qanchaga? 17 million so'mga bo'g'oz. Suti ham bormi buni? 5 litr usti bor ekan. 17 million so'mga savdosi bo'lyapti. Bo'ladi yo'q. Bittalar 3 litr, kechqurun 2 litr deyish. Mandan o'shishi bu yani. 16 milyon qo'yadi, 1 milyon qo'shib bitti. Necha oylik bo'g'ozingiz bor? Yo'q, qisir. Qisirmi? Qisir aka, kechirasizlar. Bo'g'oz emas ekan. Va bo'g'ozmi desam, ham deyishadi. Hop, endi keyingisini ko'ramiz. Ona bolaliklardan. Puliga yarashalar, ona bolaliklardan sekin kichikroqlardan ko'ramizmi? Mana shu yerda mana ikkov mo'ljalda qisir savdosi bo'lyapti shekilli, qisir. Qancha bo'ldi savdosi? Qisirmi bu? Bo'g'ozmi? Qancha bo'ldi? 18 million 200 ming so'm. 28. Ya 28 mi? 28 million 200 ming. 28 million 200 ming. Shu odamlarniki tenjolar sog' bo'lsin. Bo'g'oz ekan 28 million 200 ming so'm. Bunisi Qudratuz. Qudratuz. Bunisi qancha bo'ldi? Bunisi. Egasi tushdilar. Egasini 30 ga bermadim bunisini. Bunisini 30 millionga. Necha oylik bo'g'oz bu? 6 oylik bo'g'oz 30 millionga bermabdi. Qirg'iziston paroda, lekin mo'lchiroqligi narsa ekan 30 million so'm savdosi bo'ldi. Rahmat, charchama. Keyingi bo'g'ozlarni ko'rib boramiz. Mana dagi bo'g'ozlar. Mana bu birinchida ko'rsatgan rossiyskiy nabiyalar kelibdilar-ku. Va bu necha oylik bo'g'oz? Qudratuz. 6 oylik. Savdosi qancha bo'ldi buni? Bilmadingizmi narxini? Savdosini bilmabdi. Boyagi o'sha rossiyskiy budiyon boshida ko'rganimiz 6 oylik bo'g'oz ekan, kami 40 million so'm buni savdosi bo'lgan bo'lish kerak. Mo'lni bo'ylab 1.40 kelaveradi-da. Gavdasi zo'r buni. Rahmat, charchang. Hozir mana dagi bo'g'ozlarni ko'rib boramiz. Bular ona bolaliklar bo'lsa kerak mo'ljalda. Savdosi qaysi biri qancha bo'lyapti buni o'rmoni? Savdosi qanchadan bo'lyapti? Bo'g'oz bular. Yangusga Qirg'iziston paroda. Bozor berganicha? Bozorga qanchaga bermadingiz? 49 millionga berilmagan varan. Necha oydangi bo'g'oz? 6 oydangi bo'g'oz ekan, 49 millionga berilmoqda. 55 million so'm kami bor aytilyapti ekan o'zi. Nargisi Angus chiroyli semiz ekan. O'zi Anguslar o'zi asosan go'sht yo'nalishga shuni hisobiga. Rahmat, charchamani. Endi keyingisiga ko'ramiz. Kanalimiz orqali sotilsa biz xursand bo'laveramiz. Bolasi buqa, onasi Qirg'iziston paroda, ikkovi ham ona bola. Bola ham onaga yetib olgan o'zi. Charchamayapsizlarmi aka? Assalomu alaykum. Charchama. Fozilingizga salomlar. Fozilingizga ustoz salomlarni qabul qilib oling. Fozilingizga jo'natib qo'yinglar. Telegramda adden. Alloh rozi bo'lsin. Charchamani. Xush kelibsizlar. Rahmat, charchamani. Inshaalloh, rahmat, charchamani. Sizlar uchun chiqamiz. Qancha bo'ldi buni savdosi aka o'rma? 34,5. 34,5 million so'm savdosi bo'ldi ekan. Ona bola Qirg'iziston paroda. Bolasi o'zi ozgina kam yemga tashlasa bo'laveradi. Bahorroqqa chiqib, xudo xolasa. Bo'llari 15 kelaveradi, biri 15 atrofida. 34 million so'm savdosi bo'ldi. Suti nechta buni? Suti 6 litr suti bor. Bo'g'ozmasa? Ana bilmaysiz. 34 million so'm savdosi bo'ldi ekan. Xo'p, hurmatli obunachilar, videoni yakunlaymiz shu joyda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, obuna bo'lish esdan chiqazmani. Yaxshiliklarga ko'rishaylik.